Assalomu alaykum mehribonlarim, barchangiz kanalimga xush kelibsiz. O'zbek qaynona TV kanali yana xizmatingizda. Bugun Buxoro retseptlar kitobidan olingan alatski somsani tayyorlab ko'rsataman. Ishimizni esa har doimgidek Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlab olamiz. Idishga muzdekkina suv, tuz va 1 osh qoshiqda oddiy o'simlik yog'i va 1 choy qoshiqda 10% uksusni solib, yaxshilab aralashtirib, tuzlarini eritib olamiz. Un solamiz va xamir qilishni boshlab yuboramiz. Videorolikni juda ham uzoq cho'zib yubormadim. Mana shunday tezda tayyorlayman. Xamirga yaxshilab ishlov beramiz. Mana shunday stolimizga olib, keyin yumalatib, salofan paketga solamiz va tindirishga olamiz. Orada yana bir marotaba xamirni ochib, ishlov berib qo'yamiz. Nachinkasi uchun piyoz, go'sht, dumba yog'i va ziravorlar, tuz solamiz. Ziravorlardan murch bilan oddiygina zirani solsangiz bo'ladi. Ozginagina suv solamiz, sochli bo'lib chiqishligi uchun. Nachinkani aralashtirib, bir tarafga olib turamiz va xamirimizni mana shunday bo'laklarga bo'lib yumalatib olamiz. Menda yordamchilari bor, tezdagina mana yumalatib berishdi. Xamirni 5-10 daqiqa davomida tindirib olamiz va bir donadan mana shunday juva yordamida kattagina qilib yoyib, jilit ochib olamiz. Hammasini mana ochib tayyorlab oldim. Unlarini qoqib, endi bir xilda qilib tekislab mana shu stolimizga joylab olamiz. Albatta, nachinka solishlikka tayyorlab olishimiz kerak. Kanalimizda yangi mehmon bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Kun-kunora bizning retseptlarimizni albatta tomosha qilishga shunda ulgurib qolasiz. 2 dona qip-qizil pomidorini bo'laklarga bo'lib olamiz. Bu biz uchun juda ham zarur. Nachinkamizni xamirlarimizga joylab chiqamiz. Albatta barchasiga yetkazib olishimiz kerak. Va har bir xamirni ustiga, nachinkani ustiga mana shunday bir donadan, bir bo'lakdan pomidorlarni ham joylab olamiz. Somsani tayyorlash juda ham oson, lekin shunaqangi mazali bo'ladi. Ko'ngilga tegmaydigan, mazza qilib bir o'tirishda 5-6 donasini pokqa tushirib qo'yasiz. Somsalarimiz mana shunday tugiladi, o'rtasiga bir dona cho'p tushadi. Ustiga esa suvni sepib, duxovka listlarimizga joylab olganimizdan so'ng duxovka pechimizga 15-18 daqiqaga jo'natamiz. Albatta 180-200 darajada mana shunday guldor bo'lib pishib chiqadi. Barchaga yoqimli ishtiyoq tilab qolaman. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Hozir yozning issiq kunlarida shunaqangi zo'r ketadi. Hammaga rahmat, siz ham tayyorlab ko'rasiz degan umiddaman va kanalimizga obuna bo'lishni unutib qo'ymang. Ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Yoqimli ishtaha.